Lobby. Kawai. Sonra holding ayolman. Irqi, jinsi, millatidan qat'iy nazar O'zbekiston Respublikasining valyutasiga nisbatan hurmatsizlik qilishga hech kimning haqqi yo'q. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 215-moddasida O'zbekiston Respublikasi yoki Qoraqalpog'iston Respublikasining davlat bayrog'i, davlat gerbi, davlat madhiyasiga nisbatan hurmatsizlik qilish 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanishi belgilangan. Mazkur moddaga berilgan sharhda O'zbekiston Respublikasi davlat gerbi davlat mustaqilligining ramzi bo'lib, uning tasviri tushirilgan O'zbekiston Respublikasining pul belgilari jinoyat predmeti sifatida ko'rsatilgan. Bundan ko'rinadiki, O'zbekiston Respublikasining davlat gerbi tasviri tushirilgan 2000 so'mlik kupyurani yoqib, sigareta tutatgan shaxslarning harakatlari Jinoyat kodeksining 215-moddasi bilan malakalanib, ular javobgarlikka tortilishlari mumkin.